Akalar meni futbolda tark etdi, men butsam miqqamas bir yo'l sho'rib kelib yordim. Eng qoramxo'r jahon chempionati bo'lyapti. Birinchidan vaqt to'g'ri kelmayapti. Kechasi 2 da, ertalabki 4 da shunaqa ham bo'ladimi? Onasining maqdan Neymar yig'layapti, chiqib ketyapti Braziliya. Rafinha, Vinicius, Endriklar yig'lab yotdi. Maqdan Ronaldo daho chiqib ketyapti onasini hamsini. Futbolchilarda nimasidan shubhalanarki, itga hiydatyapti bu jahon chempionatida. Ular 7 metrli ochiq varataga ura olmayapti. Borib kimdir urib yuboradimi bular, ha? Yana hammasidan ham amerikalik futbolchi qizil ko'rsatilganida shuni qayta diskvalifikatsiya qilibdi va shu varsha oshib ketdi mana shu. Bu bunday bo'lgan u. Donald Tramp iltimos qilibdimish aytishlariga ko'ra, bunday Infantino telefon qilib, "Infantino jon, ana bitta ko'rib qo'ymaysizmi? Oyog'ingiz nomiga tegib ketgan xolos ekan-ku", deyapti. Mana qarang, ahvob moqir ko'ryapsizlar. Oyog'i sinib ketmabdi, sinib ketsa mayli edi, sariqqa tortadi, lekin jichcha atkaz qilib qo'ysiz bola uradigan holatda. Ana mahallani boshidagi siniqchi Xosiyatopani oldiga borsanglar, tuxum sariqdan surkab turibdi, durani aylantirib baylab qo'ysa, ana futbolchi yaxshi bo'lib bo'ladi, vahima qilmanglar. Jichcha qimmat keladigan ana bular asosiy o'yinchimiz dedi-da, deydi. Mini futbollarda 600 ming so'm kelib o'ynab ketishadi. Bolalar 1 soat 2 soat qilib. O'shaning yana prosta bizga dollarda o'ynardi bolalar desa, Infantino ham ko'rib turib, "Yo, Trampdan siz ham bilganingiz bilgan, bo'ldi, ko'rib qo'yamiz." Yo, unaqa yo'q ekan. Ana bola o'zi amerikalikni oyog'iga o'zi atilabdan kelib tepib o'zi qayragan ekan deb topishdi-da, atkaz qo'yib. Bo'lmabdi bunaqa jahon chempionati. Onasini emsin. Bo'ldi, Marokash bilan Fransiyani yutgani, Ispaniyani yutadi mayaqdan, bo'ldi, tamom. Pishdi o'sha bu yoqqa, bo'ldi, tamom. Fransiya chempion bo'ldi. Men aytdim. Ma'dan Norvegiya Argentinani yutadi, bo'ldi, tamom.